minha dona, descobri que tem outra em dia dela. Vai dar problema aqui. Vai. Dostlar, qaytdim mana. Survival'ning ikkinchi qismi. Ya bu server. Mening serverim emas-ku. Boshqa server yaratamsiz endi. Do'stlar ketdi. O'yinga tushgandan ovqat. Do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'yamiz. Bu molni o'ldira olmayman. Men qochaveradi bu mol. Bitta tushdi. Omad keldi-da. Tovuq. Do'stlar, voy! Qo'y-ku. Bu juda ham kerak bo'ladi. Hali do'stlar. Do'stlar, videoga like va obuna tugmasini bosamiz. Chunki menga olma bitta ko'laganda, olma ikkita ko'lamaganda qanaqa bo'lar edi? Qo'ying borasida ekan. Tovuq. Mening bugun ovqatim ko'p bo'ladimi deyman-da, do'stlar. Yana bitta tovuq. Menda omadim kelyapti shekilli. Temir bilan omadim yo'q lekin. Qani yangi tovuq bo'lmaga yetmaganlarga. Tovuq. Ya mana topdim. Sen mening o'ljamsan. Davakal. Olur. Avlashish kerak. Qani edi mening ham hozir nima desam bo'lar ekan do'stlar? Mening ham water drop qilgim kelyapti. To'g'risi mening topshiriq bajargim kelyapti. To'g'risi endi. Bitta yetadi menga do'stlar. 44 ta bo'ldi. Bu birinchi verstak, ikkinchi tayoqchalar. Verstakni qo'yamiz. Buni yasaymiz. Do'stlar, bu bilan emas. Nishatyapman men. Do'stlar, bitta daraxt ko'lay mana buni. Do'stlar, hozir men nima deyishim mumkin? Qoniqarsiz videoga o'xshayapti. Chingiz qisib ketmaydimi sizlarning? Mening uchun qisib ketyapti. Bu 12 ta. Bo'ldi, yasadik do'stlar. Qani bit. Yo'q, qo'y. Olik. Yana qo'y yo'qmi? Bittagina qo'y yetishmaydi-ya. Yana ovqat do'stlar, yana ovqat. Biyakam seni o'ldim. Yuk tushdi do'stlar. Stek yashasın. Yasash mumkin. Aytolmay qoldim. Yana tovuq. Yoki tovuq. Sen meni o'ldirsan axir.
bitta qilsam bu. Bitta yetsam tovuqni gulkidi degan darajada shu tovuqlar. Ya yana tovuq nima buni? Mening omadim kelyaptimi? 6-chi tovuq bu do'stlar. 6-chi tovuq. Menda bunchalik omad kimida oydi to'g'risini aytsam. Bunchalik omad kimida oydi menda. Lekin bugun tim ko'p omadim piyoda. Yana buni suvdan waterdirov etish kerak, lekin menda paqir yo'q. Waterdirov qiladigan. Waterdirov. Lekin endigina toshqa keldim. Qachon edi bo'lmasa toshqa kelyapman. Beli bir ko'mir. Ko'mirdiki. Wow. Ko'mir menga juda ham kerak do'stlar. Chunki men ko'mirdan narsalarni isitishim mumkin. Uy quraman-ku hali. Uyimni yoritishim mumkin. Keyin yana narsalarni yetishim mumkin. Do'stlar, ko'mir chiqib bitdi. Yomon zo'r bo'ldi, lekin ko'mirning o'rnini olmas chiqib qolsa. Lekin ko'mir ham zo'r. Ko'mirning yana no foydali zatlari bor, kommentariyada yozib qoldiramiz. Kim o? Men emas. Eldimdan lava chiqib qoldi. Bu yoqqa ketdi. Mana bu singan joyda-ku. Kovlab tashlaymiz. Kovlab. Survival'ning ikkinchi qismi do'stlar bu. Birinchi qismida kam o'chirib tashlabdi. Suv qayoqdan paydo bo'ldi? Oh my god. Suv qayoqdan paydo bo'ldi? Men tushunmadim bu suvga. Nerede ekan bu? Mening yanımda. O'lib qolaman. Do'stlar. Ikkinchisi. Nimaga menim ovqat bilan olmadim keladi, yotoq bilan kelmaydi. Do'stlar, barku nimaga yetdi? Men ikkita pechka yasaymiz tez. Yo'q. Qani ko'mirni qo'yamiz. Mana buni qo'yamiz, pishiradi. Nima qilyapman? Do'stlar. Mana do'stlar qaytdim. Do'stlar, videoga like va obuna tugmasini albatta bosamiz. Do'stlar, bosmaslikning iloji bormi? Albatta bor. Do'stlar, agar kerak bo'lsa yemin pishibdi. Olamimiz mazza jon tushirdi. Yana yangizni ko'ra olaman. Ashura do'stlar, qarab turinglar. Hoppa! Do'stlar, Do'stlar,
Şu yerde video tamam. Sizler bilan TV bo'ldi deymi? Hozir. Bugun sizlar bilan TV bo'ldi. Yana videolarimizda ko'rishguncha xayr. Albatta videolarimni ko'rib oling. Otabek Qodirov. Bilasizlar-ku, biladiganlar ko'raversin. Bilmaydiganlarga aytyapman. Albatta like va obuna bo'ling.